Peki. Men Sharq Ko'mir aksiyadorlik jamiyati o'quv markazi bo'limidan o'qituvchi uslubchi Donayeva Dilafruz Hamroqulova bo'laman. Men korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusi bo'yicha o'zimni ijodiy mahsulimdan bir she'rni aytib bermoqchiman. Qalblardan nimadir qilar qo'zg'olon, xatolar oldida qaynab toshasan, bizni to'g'ri yo'lga chorlaydi vijdon, ammo sen shaytonning yo'lin to'sasan. Ikkilanmay yutib harom luqmani, tirikchilik deysan, ustun yopasan, bizni to'g'ri yo'lga chorlaydi vijdon, nafsingni yo'lida haddan oshasan. G'arazli maqsaddan tuzasan reja, pora olish uchun yurting sotasan, bizni to'g'ri yo'lga chorlasin vijdon, sen esa shaytonni soya qilasan. Sen aytgan so'zlarning barchasi yolg'on, haqiqat ko'nglingga bo'lmaydi mehmon. Seni to'g'ri yo'lga chorlasin vijdon, bu nafsing o'zingni boshing yer mudom. Ikkala yelkangda o'tirgan shayton, quloqqa pichirlar nafsing bu omon. Halolmi, harommi, yasha bu zamon, porani olmasang yo'qdirsan shu on. Qilgan gunohlaring yo'qdir adog'i, uyum bo'lgan gunohlar tog'i. Maishatla yashab shaytonning qo'lin, ikkala qo'l ila tutgansan chog'i. Mol dunyo yig'sang-da bermaysan zakot, qilg'ilikni qilib kutasan najot. O'tib ketar ekan o'tkinchi hayot, Allohga ne dersan o'yla odamzod.